Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bugun sizlarga bir g'unajin sigirimiz tuqqaniga bugun 1,5 kun bo'ldi, lekin yo'ldosh tushmagan. Shu yo'ldosh olish jarayonini sizlarga video davomida ko'rsatib boramiz. Xo'p, foydalanadigan preparatlarimiz haqida gapirib o'tsam, Atika degan maxsus suyuqlik bor. Bu bachadon sohasiga yuboriladi. 40 ml atrofida ketma-ket 3 marta foydalanamiz. Mana bunday maxsus kateterlar yordamida yuboramiz. Bundan tashqari hayvonimizning umumiy holatini yaxshilash maqsadida Ceftriaxone degan antibiotikdan foydalanamiz. Keyin Yeselen degan vitamin hamda Uteriton degan preparatlarimiz bor. Bular o'sha hozir bachadondan yo'ldoshni shu qo'l yordamida operativ usulda olganimizda bachadonga o'sha shikast yetadi. O'sha bachadon holatini yaxshilash uchun, kanikunalarda yana o'z holiga qaytarish, bachadonni normal qisqartirish uchun bular foyda beradi. Keyin o'sha margansovka iliq suvga tayyorlab yotib olganmiz. O'sha bachadon sohasini yuvish maqsadida bo'lmasa ketdik. Xo'p, yo'ldosh ushlanib qolishiga sabablar juda ko'p. Xo'p, ulardan bittasi o'sha ozuqa ratsionida kletchatkani me'yorida berilmasligi, keyin bo'g'ozlik davrida ilmiy tilda matsion deyiladi. O'sha hayvon o'sha belgilangan miqdorda harakatlanmasligi, bir joyda ko'p yotib qolishi, undan tashqari vitaminlar yetishmasligi, shular sabab bo'lib yo'ldosh o'sha vaqtida bachadondan ajralmasligi mumkin. Hozir yo'ldoshni qanatroqni yaxshilab margansovkali suv bilan yuvib olamiz. Qo'limiz orqali bachadonga infeksiya tushib qolmasligi uchun. O'zi qoidasi bo'yicha yo'ldosh 8 soatdan 16 soatgacha bachadon sohasidan ajralib tushishi kerak. Agar shu muddat davomida ajralmasa, shu operativ usulda bachadonni olib tashlash kerak. Qo'l bilan olib tashlangan taqdirda ham bachadonda o'sha yo'ldoshning laxtalari qoladi. Shu uchun bunday maxsus preparatlardan foydalanib, bachadonga maxsus ishlov berish kerak. Agar litseyni to'liq shu veterinar nazorati ostida oxirigacha yetkazib borilmasa, molimiz bundan keyin o'sha bo'g'ozlik davrini boshdan kechirmaydi, ya'ni qisir qolish holati kuzatiladi. Ya'ni o'sha bachadonda endometrit, keyin endometrit degan kasallik rivojlanishi mumkin. Undan tashqari shu tuxum kistasi degan kasalliklar rivojlanishi mumkin.